Voy, radnoy, boshingni ko'tar, boshingni egma, tikka tut boshingni. Kim aytadi sani qirollik klubiga muxlis bo'lib oladi deb? Boshingni ko'tar, bundoq egib olmagan. 7 ta uchrashuvda bitta mag'lubiyatga uchrayapti Real. Bu normal holat. Har bitta grand klublar mag'lubiyatga uchraydi baribir. Endi shu Atletico Madridga to'g'ri kelib qoldi, lekin shu mag'lubiyatdan Realga kerak edi. O'ziga bu mag'lubiyatdan motivatsiya oladi va o'yinni to'g'rilaydi xudo xolisi. Katta g'alabalarni keltiradi hali ko'rasan. La Liga oldinda, La Ligada unaqa pastga tushib ketib qolgani yo'q, Chempionlar Ligasi yaxshi ketyapti. Nimaga unda boshingga olib, "Voy, endi nima bo'ladi? Yutqizib to'g'ri, sharmanda, to'g'ri, uyat, Atletico Madridga 5-2." Lekin jigar boshingni ko'tar. Hali hammasi oldinda. Qolgan o'yinlar bilan xulosa qilamiz. Bitta bu o'yin bilan xulosa chiqarmasdan qolgan hali mavsumni oxirigacha kuzatamiz. Mavsumni oxirida xudo xolisa natijani ko'ramiz. Bitta ham kubok ola olmasa ham boshingni mana shunda ko'tarib yur. Sen Madridda Real klubiga muxlissan. Qayoqdagi chuchvara klublarga emas. Agar bugun Barsa yutadigan bo'lsa ham bor yo'g'i 1 ochkoga o'tib ketadi. Anu negativlar chiqaryapti-yu video. O'sha videolarni menga tashab qo'ygan. Ularni ham boshiga hali shunaqa kulli kelsa, mana shu tepasidan turib qusaman har bittasini. Shu tepasidan turib qusib tashlayman. Sen prosta menga tashab qo'y, bunaqa negativlarni menga qo'yib ber. Men o'zim chiroyli videoda gapirib qo'yaman. Shuning uchun sen boshingni ko'tar, jigar. Egma boshingni. Sen Real Madridga muxlissan. Kelishdingmi? Davay, bos gazini.